Tadbirkor okeli, aniq bilaman, bu obyektni ko'rganinglardan keyin boshqa obyekt qidirib ham o'tirmaysizlar. Selxoz institutidan Sanpi-Institutga kelaverishimizda naq 4 ta institutni yonginasida yo'l yuzida birinchi liniyada joylashgan obyektimiz umumiy maydoniga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, 7.2 sotuvni tashkil etadi. 150 kvadratdan iborat, fasadlari 25 ga 28,5 uglovoy tushgan qadrli do'stlar. Ekobozor, Korzinka, targoviy tochkalarni yonginasida Asanovichniy kompleksimizning orqasida joylashgan ushbu obyektimizni birga ko'rib chiqamiz. Juda ham gavjum joyda, likvidniy lokatsiyada joylashgan ushbu obyektimizni buzib turib, xohlaganlar gostinitsa, klinika, kafe, restoran, bog'cha, maktab qilib ishlatsanglar bo'ladi, qadrli do'stlar. Nimaga deysizlar? Chunki fasadlari ham juda ham keng, joyi likvidniy, narxi ham juda ham shokolad, narxini oxirida aytamiz. Xonadonimizning ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, ikkita imoratimiz tushgan, 150 kvadratdan iborat, 5 ta xona, 4 ta yotoqxona, 2 ta sanuzelimiz mavjud. Naq 2 ta mashinaga mo'ljallangan vezlarimiz ham bor o'rtoqlar va undan tashqari yozgi oshxonalarimiz juda ham sifatli ogneoporniy g'ishtlardan tashkil topgan. Endi hovliga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchak, boya aytganimdek 25 ga 28,5 metrdan iborat xonadonimiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 395 ming AQSh dollari belgilandi, ya'ni birinchi liniyada juda ham likvidniy, podtargoviy tochka, xohlagan tijoratinglarni yo'lga qo'yib foydalansanglar bo'ladi. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.